Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar? Sizlar bilan birgalikda bo'g'irsoq qilmoqchiman. Hozir nima ketadi bo'g'irsoqqa sizlarga ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, bugungi bo'g'irsoqqa ketadigan masalliqlarni mana shulardan hisob qilaman. Mana bu qo'y yog'i eritilgan, bu margarin 200 gram, bu ikkita piyolada anaqa sut solaman. Bu tuz, ozroq 1 choy qoshiq tuz solamiz. Mana bu yerga 3 osh qoshiq shakar, keyin bitta tuxum solaman. Mana bu razrıhli solaman 1 choy qoshiq. Keyin un solaman. Unni endi qancha ketishiga qarab solaman. Mana shuni hozir sizlar bilan birgalikda qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, oldin sut sola olaman. 1 piyola. Ikkinchi piyolasini solaman. 2 piyola sut. Keyin manaki qo'y yog'i bu, yarim piyola qo'y yog'i. Ham solamiz. Qo'y yog'i soldim. Margarin. Margarin 200-150 solsanglar bo'ladi. Anaqaga qarab. Mana ozroqni olib qoldim. Margarinni. Ozroq qoldi, ko'p solmadim, juda ham yog'li bo'lib qolmasin. Keyin tuz solamiz. Mana 1 choy qoshiq tuz solaman. Mana 1 choy qoshiqda tuz soldim. Mana bu 3 osh qoshiq shakar. Mana 1 2 3 osh qoshiqda shakar. Endi tuxumni chaqib solamiz. Mana tuxum solaman. Endi bularni aralashtirib, yog' qotdi. Buni hammasini aralashtirib olaman. Hamda massa bo'ladi. Bunlarini ezib, shakarlar ezilib, hammasi aralashadi. Keyin anaqani solamiz. Un solamiz. Unda endi anaqasiga yumshoqroq xamir qilaman. Juda ham qattiq qilmayman. Mana yumshoq xamir qilib olamiz. Bu anaqa bug'doy uni, olina 500 sort un. Yana ozgina 1 choy qoshiq razrıhli solaman. Mana 1 choy qoshiqda razrıhli solsam. Mana 1 choy qoshiq razrıhli soldim. Juda ham anaqa to'ldirmasdan 1 choy qoshiq solasizlar. Endi un bilan aralashtirib, endi xamirimizni qilamiz. Endi qattiq bo'lib qoldi. Qolganini endi qo'l bilan aralashtirib qilaman. Qo'lda. Shunda xamir bo'ladi. Hozir uni kamroq yana un solamiz. Juda ham yog'li bo'lib ketishini xohlamayman o'zi, yog'li bo'lmasligi uchun sut soldim. Piyola qilib. Mana obunachilar, xamirimni aralashtirib oldim. Mana bundoq yumshoq xamir bo'ladi. Shu
Böyle yumuşak hamur bo'lardi. Endi buni bo'la olamiz. Juvon yordamida bundoq qilib sal tekisla oladim. Endi buni rulon qilib kesa olamiz. Bundoq qilib kesa olamiz. Oralari chiqqanda bo'lib, chiroyli bo'lib. Mana bo'lib oldik hammasini. Oralari chiroyli qavat-qavatga o'xshab qoldi. Mana oralari chiroyli bo'lib qolgan. Endi buni dumaloq emas, uzunchoq arqonday qilib bundoq qilib chiqamiz. Endi bundan bo'lakchalar kesa olamiz. Bundoq qilib bo'lakchalar kesa olaman. Hamma o'zini xohishidek kesadi. Kimdir katta, kimdir kichkina. Men normal sredniy qilib kesib olaman. Mana shundoq qilib kesib olamiz. Oralari chiroyli bo'lgan. Endi buni mana bu yordamida unga gul shakl beramiz. Mana kichkinasini olaylik. Bundoq qo'yamiz. Endi bundoq qilib chiqamiz. Urab. Mana bo'rsog'imiz. Endi buni hurmatli obunachilar, mana anaqaga qo'yib olaman. 10 minut, 15 minutga. Xolodilnikka qo'yaman. Morozinnikka emas. Muzlatgichga emas, anaqasiga qo'yaman. Xolodilnik tepasiga qo'yaman. Mana obunachilar, yog'imizni qo'yib oldik. Yog'imiz sal qizigandan keyin pishirishni boshlaymiz. Mana obunachilar, yog'imiz qizidi. Yog'ni baland olovga pishirilmaydi, o'rta olovga pishiriladi. Endi asta-sekin pishiramiz. Juda ham baland olovga pishsa, ichi pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun past olovga, o'rta olovga, o'rtacha olovga pishiramiz. Mana pishyapti. Bundoq bo'lib pishib chiqadi. Aralashtirib. Mana obunachilar qizarib, chiroyli bo'lib pishyapti. Bo'g'irsoqchalarimiz qaranglar. Mana. Endi asta-sekin olsam ham bo'ladi. Hammasi pishib chiqdi. Yog'ini hozircha oqizib. Sovigandan keyin o'rtalarini ochib ko'rsataman sizlarga. Mana. Olamiz. Yana judayam baland olovga pishirmaylar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana
Birinchi anaqaga qimirlatib kovlayormanglar, oldin qotib olsin, qormasin. Mana obunachilar sovdi, sizlarga ochib ko'rsatay ichlarini mana. Chiroyli bo'lib, pisochniy bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqdi mana. Ichlari. Mana obunachilar bir tomoni qizaribdi. Bunday qilib almashtirib qo'yamiz. Sekin pishadi, qizarib ichlari bilan. Mana tomoni ham qizardi. Endi buni olamiz. Keyingisini olamiz. Olmoqchiman. Bunun ustiga ozroq saharni pudri ham sepsa bo'ladi. Xohlasanglar, kim xohlasa, xohlamasa sepmasa ham bo'ladi. Ichiga o'zi shakari bor. Mana obunachilar, bo'g'irsoqimiz tayyor bo'ldi. Buni dasturxoniga qo'yamiz. Mana.